Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizlar WinWin dasturidan ro'yxatdan ko'rib chiqamiz. WinWin dasturi menda yo'qligi uchun menda уже iPhone ishlataman. WinWin qayerdan skачать qilaman deysalaringiz, mening Telegram kanalim bor. Telegram kanalim YouTube kanalida qo'yilgan oxirgi. Ecoline deb yozsangiz ham mana chiqadi. Ecoline deb. WinWin dasturi 2 kunlik stavkalar tashab boriladi. WinWindan ro'yxatdan ko'rib chiqamiz. Vxod bu o'zingizning eski akkauntingizni tiklash. Registratsiya bu yangi akkaunt ochish. Xuddi programmada ham xuddi shunday. Registratsiya ruschani bilmaganlar uchun P harfidan boshlanadi. P I bizlar bir boshdan vadna kliki chaqmoqchani rasmi turadi unda ham. Bunda qanday bo'lsa, unda ham xuddi shunday, faqat boshqacharoq versiyada bo'ladi. Strana degan joyga o'zingiz turgan davlat belgilaysiz. O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston, Qozog'iston bo'lsa Qozog'iston. Тоже WinWin dasturining ichida qanaqa valyutada o'ynaysiz? O'zbek so'mi или boshqa so'mda. Promokod degan joyiga F777 xuddi men yozgandek yozasiz va pastda mana ptichkani, unda ham ptichkalar chiqadi. Registratsiyani bosamiz. Kapchani to'ldiramiz. Готов. Mana bizlarga o'sha akkaunt ochildi. Buni biz screenshot qilamiz. Endi polichitni bosamiz. Bizlarda birdan pul to'ldirishga o'tib ketyapti. Pul to'ldirishda Xumo bor, уже Uzcard bor, Click bor. Тоже boshqa narsalar bor. Pastdan menu bo'limiga o'tamiz. Unda ham xuddi shunday. Menu bo'limiga o'tganimizdan so'ng Lechniy данные deganni topamiz. Уже u tepada turadi. Xuddi mana bu odamcha qayerda turgan bo'lsa, menuni bosamiz. Tepada mana shu odamcha o'rniga nasturga turadi. Nasturga bosganimizdan so'ng keyin shu yana odamcha turadi mana shu yerda. Odamchani ustiga bosamiz. Mana уже bizlarga 14.500.000 bonus oling deyapti. Polichit bonusni bossangiz, deposit qilsangiz, deposit qilganingizga yarasha bonus beradi. Mana bu yerga уже telefon raqami olsak bo'ladi, email pochta. Hammaga omad. Promokodimiz F777 mana. WinWin dasturi va DBBet, LimeBet, AdinXBet, Mosbet